Men umumiy yotoqxonada turaman, suv tez-tez o'chib qoladi. Shu sababli namozlarim kechikmoqda yoki qazo bo'lib qolmoqda. Buning hukmi qanday bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Bilamiz, namoz bu iymondan keyingi farz hisoblanib, albatta o'z vaqtida o'qish kerak. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, albatta namoz mo'minlarga o'z vaqtida farz qilindi dedi. Vaqtidan oldin o'qisa qabul bo'lmaydi, vaqtidan keyin o'qisa qazo qilganligi uchun, ya'ni gunoh kabira hisoblanadi. Shuning uchun, ya'ni u suv o'chib qolishligi bahona bas. U masalan suv o'chib qoladigan bo'lsa, bu odam hozirgi kunda muammo emas. Katta suv idishlarga suvni g'amlab qo'yib, suv kelgan paytda o'sha suv bilan tahorat olib namoz o'qisalar imkoniyat bor ekan. Shuning uchun u suv kelmaslik tufayli masalan namozni qazo qilishliklari bu bahona hisoblanmaydi. Albatta bunaqa holatda yashayotgan odam yotoqxonada yashasa ham biladi vaziyatni. Demak, chorasini qilib qo'yishi, imkon qadar namozni o'z vaqtida o'qish kerak. Ammo o'qiy olmasa, zimmasidan soqit bo'lmaydi. Albatta qazosini o'qishlari lozim bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.